Pishirilmagan baliqdan tayyorlangan salat yeb ko'ramiz. Buning ichiga men yangilik qilib avokado ham qo'shib o'tmoqchiman. Bir tomonimga ukol olganim uchun gaplarim to'liq chiqmasligi mumkin. Xafa bo'lmaysizlar. Avokado bitta to'la qilib qo'shib o'ramiz. Qo'y. Kimga avokado yoqadi? Men vashshe sevaman avokadoni. Tuzga botirib yesa ham maza. O'zini yesa ham maza. Bu mangoli latte ekan. Men ichib ko'rmaganman mangoli latteni. Kim yana shunaqa narsalarni ochishni bilmaydi. Men umuman ochishni bilmayman. Qaynonam zo'r ochadilar. Endi ochildi. Bismillah. Oh my god. Mongolia latte zo'r ekan. Wow. Salat yeb ko'ramiz. Buning ichida grechkadan tayyorlangan lag'mon ham bor ekan. Jalapeno sos qo'shib o'ramiz. Sos bilan yesamasa ekan. Pishmagan baliq. Avokado. İçinde ko'p narsalar bor. Ko'rinmayapti. Pomidor. Keram. Даже baliqni ikrasi ham bor ekan, qaranglar.